Endi esa to'liq tafsilotlar bilan tanishing. Prezidentimizning Navro'z bayramini tantanali o'tkazish to'g'risidagi qarorga muvofiq, bu yil Navro'z O'zbekistonning barcha qishloq, tuman va shaharlarida umumxalq sayli tantana va milliy urf-odatlar bilan kutib olindi. Jumladan Jizzax shahridagi Yoshlar shaharchasida 21 mart Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan tantanali tadbirlari va xalq sayllari bo'lib o'tdi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan Jizzax shahridagi Yoshlar shaharchasida ham xalq sayli tantanali tadbir tashkil etildi. Shaharcha bayramni yuqori saviyada o'tkazish uchun kelgan yurtdoshlarimiz va mehmonlar bilan gavjum bo'ldi. Jizzax viloyat hokimi Ulug'bek Mustafoyev boshchiligida Jizzax shahar hokimi, O'zbekiston qahramoni, viloyat prokurori va bir qator korxona tashkilotlar rahbarlari, nuroniylar bayram o'tkazilayotgan Yoshlar shaharchasida bo'lib, maydonda turli ko'rinishdagi sport o'yinlari va qo'l mehnatida tashkil etilgan milliy ko'rgazmalar, hunarmandchilik mahsulotlari bilan tanishdilar. Mahalla va qishloqlar aholisi, korxona, tashkilot, idora va muassasalar, fermer xo'jaliklari, mehnat jamoalari milliy uslubda bezatilgan pavilyonlarda xalqimiz uchun dasturxon yozib, bahor shodiyonasini nishonladilar. Ayniqsa Zomin tumanidan 21 mart Navro'z bayramiga atab pishirilgan 21 kilogramlik qozon patir ko'pchilikni diqqatini tortdi. 10 kilolik un ketdi, unga xamir qorib, sutga, qaymoqqa qorib, buni xamirni tayyorlab olamiz. 10-20 daqiqa tindirib olib, endi buni yasab, katta 200 kilolik qozonga alo yoqib, buni sekinlik bilan pishirib olamiz. Ichiga mana bunday chiroyli qorinni ichiga moylarimizni joylashtirganmiz. Mana shu moylarni yeb iste'mol qilamiz. Bu ham bizni to'q tutadi, ham immunitetimizni ko'taradi. Yoshlar shaharchasi bayramona bezatildi. Xalqimizning ezgu qadriyatlari, oliyjanob orzu intilishlarini o'zida mujassam etgan Navro'z bayrami mamlakatimizda keng nishonlanmoqda. Bu qutlug' ayyom insonning tabiat bilan o'zbiyligi, xalqimizning mehr-oqibat, hamjihatlik, bag'rikenglik va bunyodkorlik kabi bebaho islohotlarni o'zida ifodalaydi. Navro'z sharofati bilan har birimizning qalblarimizdan milliy g'urur va iftixor, azaliy qadriyatlarimizga nisbatan hurmat va sadoqat, bag'rikenglik, vatan taqdiri va kelajagiga daxldorlik singari tuyg'ular mustahkam o'rin oldi. Bu yilgi Navro'z bayramini viloyatimiz ahli o'zgacha shukuhda, o'zgacha bir ko'tarinki kayfiyat bilan kutib olishdi. Barchada mana ayollarimizda, onaxonlarimiz yurtimizni tinchligini so'rab doim duolar qilishmoqda. Qarangki, bugun dunyoda mana shunday tahlikali zamonda yurtimizda mana shunday bir tinchlik, sog'lik va mana shunday chiroyli bayramlar bo'lishi bu albatta xalqimizga faqatgina shukronalik kayfiyatini beradi. Shuningdek, mahallalardagi fuqarolar tomonidan doshqozonlarda sumalaklar pishirilib, dasturxonlarga tortildi. Saylga kelgan aholi oldida taniqli shoir va yozuvchilar, madaniyat va san'at namoyandalari, ma'naviyat targ'ibot guruhlari ishtirokida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bilan birga viloyatimizning taniqli san'atkorlari ishtirokida badiiy dastur taqdim etildi. Unda xalqimizning qadimiy urf-odatlari, tarannum etilgan kuy va qo'shiqlar, folklor namunalari, boshqa millat va illat madaniy markazlarining badiiy chiqishlari yurtdoshlarimizga xush kayfiyat ulashdi. Bunday sayllar viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navro'z.